Ramazan yazmaları 7. bab etikap 1. bölüm etikap yerani qaytadan baştan ötküzüş. Etikap insanның özünü Allah'a yaqinlashtirish niyetida bir masjidga band qilishıdır. Allah Rasuli hicratdan keyin ömrünün oxirigacha Ramazanның oxirgi 10 kunini hech tark qilmay etikapda o'ltirish bilan o'tkazgan ekan. Etikapda o'ltira olmagan bir yilda etikapning qazosini qilgan. Rasululloh uchun etikapda o'ltirish Hira sarguzashtisining yengilnishi edi. Halbuki Hira sarguzashtisiga o'zimizdan boshqa kishilar va shaylarga ko'ngil bo'lib boshqa insonlar va shaylarni qutqizishga tirishayotgan biz bakmi muhtoj. Bu ma'nodan aytganda Hira bir ma'naviy hijrat, ma'naviy kuch. Bepoyon ma'naviy dunyoda insonning o'zi haqida izdinishi. İzdiginini tapqanda xuddi g'oyib bo'lgan mavjudiyat yipining bir uchini qo'liga qaytadan olgandek bo'ladi. Hamisha ular haqida paranglashimiz. Hamisha ularni qutqizimiz. Hamisha ulardan qilganlarining hisobini so'raymiz. Ularni ogohlantiramiz, ularni sotlaymiz. O'zimizchu bu turqimiz bilan xuddi o'ziga o't tutashgan o't o'chirgichilarga o'xshaymiz. O'ziga tutashgan o'tni o'chirolmagan birining boshqalarga tutashgan o'tni o'chiralishiga kim ishonadi? Tafakkur xuddi ismini faqat kitoblarda uchirtadigan anqahga o'xshaydi. Vaqa boshqalar va eng yomon bo'lgani o'zi haqida so'z qilganlar orasida tafakkur g'oyib bo'ladi. Tafakkurni yo'qotganlar fikr yurgizish dasmoyisini yo'qotib qo'yganlar bo'lib, dasmoyisi yo'q kishi ochgan do'konda quruq gap, quruq parangdan boshqa nima setiladi deysiz? Etikapda yo'qotgan xislatlarimizni izlab tepishning, yaralangan qalbimizni davolashning, kishilar tarafidan Qaraja Ahmad mazırga aylandirilgan qalbimizni xarobilikdan xoli qilishning eng yaxshi usuli. Qalbni yangi azoblarga, yangi qahrlanishga chidamli holga keltirish uchun remont qilish deganlik bo'ladi etikap. Etikap sunnati aslida bir turlik ichki dunyoni tarbiyalash safarligi bo'lib, har yili Ramazanning oxirgi 10 kunida masjidlarimiz bir maktabga aylanishi lozim. Etikap qiluvchilar bu maktabning o'quvchilari. Qur'on bu maktabning birinchi darajalik o'qishligi. Hayit kuni bu maktabning o'qish bitirish murosimi bo'lishi kerak. Turkiyada etikapga qarta g'alati bir sus kayfiyat bor. Diyanat ishlari idorasi bütün kadrlarni ishga silib, bu ibodatni xalqqa tushuntirish kerak. Boshqa musulmon ellarda etikap sunnati eng yuqori kayfiyatda ado qilinadi. Ba'zi islom davlatlarida etikap ibodatining qandoq elib beriladiganligiga o'zim shohid bo'ldim. Ba'zi masjidlarda top bo'lib etikapga kelgan yoshlar planliq va programmaliq bir tarbiyadan o'tkazilib, islom tarbiyasi oladi. Diniy bilimlar yengilindi. Buningdan boshqa o masjidlarda ibodat qiladigan kishilar boshqalarga ko'ngil bo'lish va yaqin munosabat qurish fursatiga erishadi. Kishi o'zidan mundaq bir savol so'ramay tura olmaydi. Ma'naviyat boyligiga texmi ehtiyojli bo'lgan Turkiya musulmonlari etikapning muhimligini qachon tushunib yetadi?
Taşlanıp qalğan bu sünnətni qaçan tirildürüp, yaralanğan qalbiga malham qilib sürtüdü. Hə, ras. Çay söhbətlərdə valaqlap ötküzgən şu bir yıl vaqtni yığsınız. Qancha etikabqa to'g'ri kelar?